Messida talant, Ronalduda mehnat. Mana shu ensani qotiruvchi, siyqasi chiqib ketgan shablon fikrni necha marta eshitgansizlar? Kimlardan eshitgansizlar? Mana shu kommentga yozib yuboringlar, men hozir bitta gap aytaman. Aslida bu xato. Ronaldu mehnati evaziga Messi Xudo bergan talanti bilan mana shu darajasiga chiqdi deyish, bu prosta suvdan quruq chiqib ketish yoki kak minimum har ikkala futbolchini muxlislarini xafa qilmagan holatda o'zidan faylasuf yoqib olish. Bo'ldi, tamom. Bu gap aslida muxlislardan chiqqan. Aksariyat Cristiano Ronalduning muxlislaridan chiqqan gap aslida. Ronaldu mehnat qilgan, Messida Xudo bergan talant bor va hokazo va ikkalasini yonma-yon ko'rsatish xolos. Maqsad mana shu edi. Lekin bu xato edi. Bu yoshlarga xiyonat edi. Yosh futbolchilarga Messida Xudo bergan talant borda, o'shaning uchun Messi bo'lib ketganda, mana Ronaldu mehnat qilgan deyish bu xato-ku. Ertaga baribir ular boyagi yoshlar futbolchi bo'lgandan keyin tushunadi, kim qancha mehnat qilganini. Aslida nima qilyapsizlar? Shu kungacha nima qilib keldilaring? Yoshlarni